Akalar, menimcha bizadagi PX o'zbek bo'lmasa kerak, chunki bizning hozir kartamizda 132 yevro pulimiz bor edi. Mana bu mehmonxonani 123 gami zakaz qildik. Skidkada. Короче, 124 desanglar ham bo'ladi. Kartamizda hozir 9 yevro pul qoldi. Bu yoq 40-45 minutda tayyor bo'ladi, keyin kirsanglar bo'ladi deb emailimizga yozdi. Endi hozir Adlan borib 9 yevroga bozor qilib keladi, bir non fon suv olib keladi. Akalar, pulni qayerdan osiladiganlarga xudo beradi akalar. Kulishimizni ko'rasizlarmi? Pulimiz yo'q. Italiyadamiz, pulimiz yo'q. Pulimiz bor edi, bitta kartamiz u blok bo'ldi. Hozirgi kartamiz umuman pulimiz yo'q. Oxirgisi bu. O'shaning uchun mehmonxonada qolamiz. Ertaga nima bo'ladi, xudo biladi. Karta tashlang, pul tashlayman degan akalar kerak emas. Biz xalqdan pul olmaymiz, prosta aytib qo'yamiz sizlarga. Put me in this 25 years. Tashlamayman, hayvonlar. Necha. Hech narsa qilmaydi akalar, yo'lda bosamiz.